Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bog'ot avtomarket abonentlari. Bugun 18 mart 2026-yil Bog'ot avtomarketdan sizlarga bu videomizda Bog'ot avtomarket arzon bozorimizdagi mashinalar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bizning manzilimiz Bog'ot Center, Xazar Surganchi katta yo'lda joylashgan. Urganch tarafdan kelaverishlaringizda Bog'otning sentrina giradigan svetofor bor. O'ng tarafga kirsangizlar sentrga kirasizlar, chap tarafga qarasangizlar Bog'otning bozoridan qarasizlar. Ichkari aylanmasizlar, to'g'ri plus-minus 300 metr yurishda Bog'otning gaysi keladi. Gayning yon boshida birinchi manzilimiz, Billur to'xonaning to'g'risida esa bizning arzon bozorimiz joylashgan. Bemalol sho'ra kelib mashinalarni naqd pula, avtokredit plus o'zlaringizni ko'mamashlaringiz bo'lsa, kelib barter asosida almashtirib xarid qilsangizda bo'ladi. Agar o'zlaringiz ham sotadigan mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa, mashinalaringizni aytganinglar biza Jim mashinani sotib olamiz. O'zlarimiz agar Jim bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, Kia Carnivalmi, Jackmi shunga o'xshagan mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa ham aytganlaringlar qo'llangancha sotib naqd pullarni qo'llaringizga beramiz. Aziz do'stlar, mashinlarimizni video obzorini boshlaymiz. Birinchi mashinamiz Lacetti Brus 8 2013-yil eldilari Gentra bo'lgan 160 ming probeg yurgan. Metan gazda o'rnatilgan bo'sh bo'lovlari daqilgan. Krassiyasi yaradan bo'lsa, krassiyasi zaynlar ishlanib turibdi. Salon sosteniyasi. Monitorlar qo'yilgan, yana polik tashlangan, lemon döşelgan. Mashina sosteniyasi yaxshi, motor xudoylanda hech qanday kamus-kumuslari ishlari yo'q. Bu mashinamizni narxi 70 million so'm, ustunda 1 so'm, yarim so'm kelishsa bo'ladi. Ko'p emas do'stlar. Avtokredit ham beriladi. Naqd pul, avtokredit, barter bor. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2014-yil Spark. Mexanika mashin bor yo'q 90 ming kilometr yurgan. Metan gazda o'rnatilgan 4 dona yumshoq bo'lgan daqilgan. Metan gazni ustidan keltirganda 3 yil bo'lgan. Ya'ni 2023-yilda metan qo'yilgan mashin, shunga deyim benzinda turgan. Birinchi pozitsiya 1.25 lik toza motor bo'ladi. Salon sosteniyalari yomon emas. Generalda beriladi. Bu mashinamizning bahosi 63 million so'm. Bu mashinaning ustunda 1 so'm, yarim so'm kelishsa bo'ladi do'stlar, ko'p emas. Xo'p, keyingi mashinamiz 37 million so'm, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Sonus Trambler. Mashina 200 ming probeg yurgan, kraska bir qator asujit bo'lgan, lekin mashinamizni elde arkalari butun, udar yemagan, metani bor, bo'sh bo'llari qo'yilgan. Xo'p, salon sosteniyalari ham yaxshi holatda. Bu mashinamizning bahosi 37 million so'm. Kelishilmaydi. Eng bo'lar joyi shu. Generallarni beramiz, avtokreditga chiqmaydi, sababi yili ko'ra. Bu mashina naqd pula, barter asosida xarid bilasizlar. Xo'p, keyingisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Sonus gibrid lyuks konditsioner 150 ming probeg yurgan. Metan gazda o'rnatilgan bo'sh bo'g'ni bor. Motor xodoylanda hech qanday kamus-kumus yo'q. Generalni beramiz. Salon sosteniyalarini ko'rsangizlar bo'ladi. Salon sosteniyalari ham yaxshi, zo'r holatda. Bahosi 57 million. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2016-yil Donus 1.6 Nexia 2. Mashin 100 chedir minut, 112 ming shuni yurgan. Metani bor, paket bo'sh bo'lib qo'yilgan. Krassiyasini o'zlari uchun tekshirib olasizlar, 10% yerida bor. Salon holatlarini ko'rsangizlar bo'ladi. Mashinamizning rollari gidravlika plus konditsioneri bor, lekin aynalari misrobga oladi. Eksport variant. Potolqlarni da shuncha bo'lgan ekan. Bu mashinamizning bahosi 60 million so'm. Generalni beramiz. Avtokreditlarni do'stlar ustiga kelsangizlar, xudo xolasa hisoblab beramiz hammasini. Aytilmagan qo'llari bo'lsa. Xo'p, navbatdagisi 2012-yil Donus 1.6
Lüks konditsioner neyse 250 sveta bo'ladi. Mashina kraska zeng ishlangan, boshqa joyi rodnoy. Metan gazi va bo'sh bo'llari o'rnatilgan. Jikar pulti bor edi, endi qapti do'stlar. Rolla qo'yilgan, yaxshidan chexollar gezilgan. Generaldernis beramiz. Bu mashinamizning bahosi 57 million so'm. Xo'p, navbatdagi mashinamiz zo'r narxda. 2012-yil gibrid motor bo'ladi. Mashinamiz 118 ming kilometr yurgan. Metani va bo'sh bo'llari qo'yilgan. Kraskasi arka krelida kichkinagina kraskasi bor. O'zlari shuni tekshirib olasizlar. Salon holatlari bom shu gap. Eshikda mikroobga, lekin rol gidrolik konditsioner bor. Ya'ni eksport variant. Chexopoliklari gezilgan, generalni beramiz 52 million so'm. Xo'p, keyingi mashinamiz Kia Carnival. 2008-yilda ishlab chiqarilgan 3.3lik Kia Carnival. Atmosferli benzin motor bo'ladi bu. Mashinamizda 60likdan 2 dona propan gaz o'rnatilgan. Shu bilan 800-850 km yuriydi ekan egalarning aytishi bo'yicha. Xo'p. 2008-yilda chiqqan Novorot ekan endi bu. Avtomat korobka. Knopkani bosasizlar. Pedal yurdingizmi? Knopkani bossizlar, pedal gitti e'tibor beringlar. Pedalni o'zlaringiz uchun dussangizda bo'ladi ekan. Shunday knopkada. Xo'p, yana nomini aytamiz. Gitti o'zi ochiladi. Mashin 3, 6, 7, 8 mestali общий. Knopkani bosib berasizlar, o'zi kirib plyusovkalar bilan tortib oladi. Eshikda shunday bir narsa bor ekan. Qaysi knopkasida avval videoda ko'rsatdim. Ish oynasi menga o'zi ochiladi, o'zi beklanadi. Vom oynalar ekan. Teyinda bir propani bor, keyin ichida bir propani bor. Mashinani olib turib, обычный bir yuvdirib berish kerak. Kraskasi bir dona krelinda da egalari kelib ko'rib ko'rsatib olasizlar. Bahosi 10 ming dollarda turadi. Egalari bilan gaplashib, qo'ldan kelgancha arzonlatdik. 105 million. Bundan ham kelishiladi. Sizlarga chaqiramiz, kelishasiz o'zlaringiz. Xo'p, avtokreditda chiqmaydi bo'lakim. Xo'p, keyingisi Jag M3 2023-yilda ishlab chiqarilgan 81 ming Newton kraskasi rodnoy, metani va archa bo'limlari qo'yilgan. Propani bor do'stlar, adashdim metanda bormi? Salon holatlari. Bu mashinamizning bahosi 175 million so'm. Bundan ham kelishiladi ustunda. Xo'p, keyingi mashin 2023-yil Jag M3 birinchi nomer olingan mashin bor yo'qi 3000 km yurgan. Top-toza paket mashin. Bu mashinani egalari 210 million so'mda qo'yuka kelishib beraman, bir 200lar deydi egasini deydi. 200 million so'm bo'lsa berjakadi. Ustuna kelasizlar, o'zlaringiz gaplashib olasizlar. Bahosi 210 million aytilishi, 200 lara bar qiladi egalar. Xo'p, keyingi mashin 2018-yil Matiz 103 ming yurgan rodnoy. Metani va yumshoq bo'limlari qo'yilgan. Bu mashina lekin generallarningiz berib bo'lmaydi. Оформление etish kerak. Prostoy variant. Rol gidrolik bo'ladi. Salon zastenasi yaxshi holatda. Bu mashinaning bahosi 44 million so'mga kelib $200 dollar. Eng yaxshi chiqqanlardan birisi Matiz'ni. Xo'p, keyingi mashinamiz 2012-yil 108 ming kilometr yurgan Matiz. Metani bor, balonni sostangiz normal holatda, motor holoranda hech qanday ishlar yo'q.
illik kaptı. Bu maşinamıza general denilsen beremiz. Bahası zor 28 milyon soma gelip haydat ketseniz de bolatçı maşin. Hop, keyingi Matizimizden zor narxda koyamiz. 2012 yılda ishlab chiqarilgan Matiz. Maşin 160 ming probeg yurgan, metani bor, yaqinda qo'yilgan bir plus minus 6 oy bo'lmadi qo'yilganmi. Plus archabonlarda qilgan. Salon sasyanlari. Maşinning eshiklari shuncha bo'lgan. Patologlardan bor ekan. Krelda yo'q. Eshiklari plus patologlari shuncha turgan. Bu maşinamizning bahosi 26 milyon so'm. Lekin generalni belmida oformlenish kerak. Hop, navbatdagi mashinamiz egaladan Nexia 1. 2008 yil Donus motor bo'ladi. Mashin bor yo'qi 70 ming kilometr yurgan. Benzinda metan qo'yilmagan. Buferlardan rodnoy. 2008 yilda salondan bir kol alingan mashin. Egalari sotib ketdi. Sotib berib ketib. Yurgani 70.435 kilometr yurgan. Ko'rsana qaraman. Mast yuribdi sho'lar. Bunun içinden bir görelim. Xullas bu maşin вообще ideal saslanadi. Zangi ishlangan emas. Ozgina shunda zangi mana ko'rsangizlar bordi shunday qilajanda. Bundan balandlarida yo'q. Maşindan sodasini egalari bilan chassangiz bo'ladigan. Hop, do'stlar, bu maşinimizning bahosi 65 milyon so'm bitar deb egalari berdi. Üstüne gelasizlar, egalarni chaqiramiz, sodalashasizlar. Avtokreditda chiqmaydi, sababi yili ko'na generaldan berlar. Hop, keyingisi 2006 yil Donus motor Polux variant Nexia. Mashin 190 ming kilometr yurgan, metan gaz o'rnatilgan, 4 dona yumshoq balonlar ham taqilgan. Salon sasyanlari yaxshi holatda. İşlerinde shuncha bor ekan. Motor xudoylarida hech qanday ishlar yo'q. Bahosi 30 milyon so'm. Lekin generalni bermaydi, oformlenish etish kerak buni. Xo'p, keyingi mashinamiz 62 milyon. Cobalt 13 yil, ikinci pozitsiya, mashin 220 ming kilometr yurgan, metan gaz o'rnatilgan, bo'sh bo'llar ham taqilgan. 62 milyon so'm. Salonlar yomon emas, chexol politlari gezilgan, monitor qo'yilgan, bor o'rnatilgan. Mashinamizning motor hadoylari zo'r holatda, 1 gram avtolimida liboy ustaga olib borib tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamizning bir dona minus tarafi общий kraska bo'lgan, polni bir qator udar bo'lgandan, avariya bo'lgandan kraskelanmagan. Mashinani tasdiq etaman deb sora rangga bo'ya qoldi. Rangga qaytarib turib, yana o'z rangini bo'yab qo'ytirasizlar. Oq rangga. Hammalari butun usulitr, hamma joy. Bahosi 62 milyon so'm taqalish, lekin eng bo'lar joyi shu. Generalni beradi. Xo'p, keyingi mashinamiz Cobalt 19 yil, mashin 100 chadirma yurgan, hozir ko'ramiz. Metani bor, bo'sh bo'llari qo'yilgan. Nemaxdan kraskasi bir dona krelinda bor. Boshqa joyi rodnoy. Probegini ko'rib beradi. 186.454 kilometr yurgan ekan. Klapin bir marta nastroyga bo'lgan, generalni beramiz. Bahosi 105 milyon ustunda naqd oladigan bo'lsa 1 so'm, yarim so'm kelsa bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz egaladan Nexia 1ni zo'r kelgan. 2006 yilda ishlab chiqarilgan, 60 ming kilometr yurgan. Benzinda metan propan qo'yilmagan, 4 dona yumshoq balon taqilgan, tonirovka qurilgan, rassenasi bor. Shumkasi yo'q. Sonus motor bu do'stlar. Yurgan kilometrdan qaragan 62 ming, 68 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p. Sonus Trembler konditsioneri bor. Roll gidravlika, lekin eshiklar mikrobka. Bu mashinning bahosi
58 milyon. Bunu ham geliştirirse bo'ladi. Üstüne gelirse gezin çağırıp egelerine so'z etasizlar. Hop, keyingi mashinamiz 2012 yılda ishlab chiqarilgan Spark. Mashinamiz 170 ming probeg yurgan, metan gazda o'rnatilgan bo'sh bolalarda qilgan avtomat korobka Cobalt diskelarda krel dekoratsiyasi va plus kapotundan pet dekoratsiyasi bor. Strashniy emas. Kelib ko'rib Bebindi olacak vaqtim ustoga göstib olasizlar. Bir qator göstib olasizlar. Salonlar akkuratniy. Mashinamizning bahosi 60 milyon so'm. Hop. Bundan bir matizimiz bor aytaylik. 2006 yıl best. Zeynlarni ishlash kerak. Mashina 100 ming nimachada yuribdi. Zeyn ishlash kerak bo'lgan. Boshqa joyda hech qanday ish yo'q. Motorlar ham chotki. Yaqinlatib ko'rsangizlar bo'ladi. Mana mashinamizning eng qiziqarli tarafi konditsioner best. 15 milyon so'mga ketaverasizlar. Hop. Keyingi mashinamiz Damas 2022 yıl 73 bin kilometre yürüyen. Krasyası absolut 100% radnoy metan gazı ve boş balonu koyulgan. Salon sassenleri yaxşısından kojalar tutulgan. Leononin polik, çixol, patolklar polnisi koja. Yaxşısından nakitler hem taşalgan. Salonlar akkuratni 908 Magicar orijinal pultları var. Keyin kolonkalarda ishlar sababi kojasi, yan boshning kojalari, hamma narsasi mashina olingan vaqtda tutilgan. Yani 2022 yıl fevral oyida olingan bu bir kol. Bu mashina o'zlarimizni uyni mashina. Ikkinchi qo'la o'tmagan, bir kol o'zlarimizni oldida turibdi. Ketgan tayindan yaxshisidan chexollar tikilgan. Bu gizma chexol emas. O'zina tikilgan. Orqasidan desam, chishit turibdi. Odam mingan emas men tarafidan. Şuna kitkeler taşalgandan köpek oldu. Şundan da seyizde болады. Akne kitke taptaza durdu. Hop, generalni beremiz buna. Bizlerimizden hatta gelip generalni alıp koydasızlar. Bu markalarına koyup şun gel söz buluşum gelene Zout. Maşının bir yerinde bir noktasam yok. Öte akkurat faydalan maşın. Bakası 70 milyon so'm. Bo'ladi 10 joy dostlar. 60-65 bitmedi. En dolar 70 degan. Hop, keyingi mashinamiz Labo 2025 yıl 30 ming probeg yurgan. Kraskasi radnoy, metani bor, yumshoq balonda qilgan. Ichlarida listlar tutilgan. Shuncha bo'lgan. Salon sostenasi bor. Yurgan 32.204 kilometr yurib turibdi. Bahası 90 milyon so'm. Naqd oladigan bo'lsa ustunda 1 so'm, yarım so'm gelirse bo'ladi. Ko'p emas. Hop, keyingi mashinamiz Largus 2015 yıl Renault motor 300 ming probeg yurgan. Metan gazda o'rnatilgan bo'lganlarni sostenasi zo'r holatda mening demir spolder qo'yilgan tena. Cho'tkat, hamma tarafini aylantirgan. Salon sostenalari ham akkuratniy, svej holatda. Bu mashinani hamma joy taxlangan, qaranglar. Motor ham, hadoy ham, plus salon qismlari ham. Salonni ko'rtirsak, bu akkuratniy turibdi. Hamma joyni o'tadi, bir qator o'tganlar bu mashina. Kraskasi splashnoy, lekin udari yo'q. Bahası 75 milyon so'm. Avtokreditda chiqmaydi. Naqd pulay barter asosida sotiladi mashina. Bag'at avtomarketda turadi. Bilurdo'xonam to'g'risi Gayni yonida. Ko'pchilik so'radidan shu ikkilar bo'lsin shuning uchun eslatib turibman. Hop. Keyingi mashinamiz ham Largus 16 yil. Mashina 200 ming yurgan Renault bor, metani bor, archabanlari taqilgan. Bu mashina kraskasi ham splashnoy, lekin udari yo'q. Bu mashina ham shu gap. Akkuratniy, svej holatda, motorlardan kulish demagan. Bahası hop 95 milyon gelişledi bana. Hop, keyingisi 10 yıl Nexi 2 28 milyon so'm. 2010 Donus motor 280 ming probeg yurgan. Generalni berladi, metani bor, bo'sh balonni qo'yilgan.
Centralo Chexovlar gezilgan 28 million so'm. General gitarasiga. Xo'p, keyingi mashinamiz Nexia 1 egaladan 2002-yil Sonus Trambler motor bo'ladi bu. Yurgani 300 ming yurgan, motorlar remont olgan, metan bo'sh bolni bor. General beriladi 25 million. Keyingi mashinamiz 2013-yil Nexia 2 Donus motor bo'ladi. Mashinamizda metan gazi bo'sh bolni bor. Prostoy variant. Bu mashinaning bahosi 50 million kelishiladi. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 35 million so'm pul bo'lsa berib beramiz. Metani va bo'sh bollari qo'yilgan 35 million so'm. Keyingi mashinamiz Nexia 2 2015 Donus 1.6 lyuks konditsioner. Kolenkalarni zang ishlangan, metan gazi o'rnatilgan. Xo'p, salon sostaniyasi ham yaxshi holatda. Bahosi ham shikolant narxda 46 million so'm. Shuna bir Spark keldi hozir do'stlar, shundan bir ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, Spark 2016-yil, mashina ikinchi pozitsiya 118 ming kilometr yurgan. Metan gazlari bor, krassiyasi bir dona krelosunda. Merhaba o'tirsiz. Dokumentim. Xo'p, rollar qo'yilgan. Mikrofon. Bu mashinamizning bahosi 65 million so'm. Ustida 1,5 so'm bundan kelishib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, Bag'at avtomarket arzon bozorimizdagi mashinalarni sizlarga bir qator ko'rsatdik. Qaysidir mashinalarga qiziq oladigan bo'lsa, ma'qul oladigan bo'lsa, bemalol jara kelib mashinani haydab ketsangiz bo'ladi. O'zlaringizda ham shular oqshomdan sotib olgan mashina bo'lsa, kerak qo'ldan kelsa sizlar mashinani sotib beramiz. Manzil Bag'at Center, Bilur To'xonam Do'ris.